Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Internet orqali xizmatlardan foydalanish, onlayn to'lovlar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron davlat platformalari kundalik odatimizga aylandi. Ammo shu bilan birga kiberjinoyatlarning ham soni ortib bormoqda. Ayniqsa kiberfiribgarlar fuqarolarning ishonchidan foydalanib, ularni turli usullar bilan aldab, pul mablag'larini qo'lga kiritishmoqda. Ular o'zlarini bank xodimi, davlat tashkiloti vakili yoki ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi rasmiy tadbirkor sifatida tanishtirib, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritib, ularni g'arazli maqsadlarga erishish yo'lida foydalanishmoqda. Shu bilan birga soxta havolalar, shubhali SMS xabarlar va qo'ng'iroqlar orqali phishing hujumlarini amalga oshirmoqdalar. Shu sababdan barcha fuqarolarni kiberxavfsizlikning oddiy lekin muhim bo'lgan qoidalariga qat'iy amal qilishliklarini so'rab qolgan bo'lardim. Hech qachon bank karta raqamlaringizni va uning amal qilish muddatini yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga aytmang. Hatto o'zini rasmiy xodim deb tanishtirgan shaxslarga ham bunday ma'lumotlaringizni oshkor qilmang. Noma'lum havolalarni ochmang, shubhali fayllarni yuklab olmang. Internetdagi har qanday aksiya, sovg'a va oson daromad mazmunidagi reklamalarga ishonishdan oldin ularning haqiqiyligini tekshiring. Telefoningizdagi barcha ilovalarga murakkab parollarni o'rnating. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy akkauntlaringizda 2 bosqichli himoyani faollashtiring. Parollaringizni tez-tez yangilab turish ham xavfsizlikni oshiradi. Agar siz kiberfiribgarlarning hujumiga uchragan bo'lsangiz yoki shubhali holatlarni payqagan bo'lsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Vaqtida qilingan harakat moddiy zararning oldini olishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, kiberxavfsizlik bu faqatgina tashkilotlarning emas, har bir fuqaroning mas'uliyatidir. Hushyor bo'ling, shaxsiy ma'lumotlaringizni asrang va yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Birgalikda harakat qilsak, kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurasha olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.